Дороги, блядь, нету налево. Videoga diqqat bilan e'tibor bergan bo'lsalaring, svetoforning yashil ishorasida qayrilgan hamda burilgan avtomobillar jarima to'layapti. To'g'ri, svetoforning yashil ishorasi chorrahada barcha yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat beradi. Lekin chorrahaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda buyuruvchi belgi turibdi. Svetofor faqatgina imtiyoz belgilarini inkor qila oladi. Buyuruvchi belgilarni emas. Demak, biz buyuruvchi belgining yo'nalishiga bo'ysunishga majburmiz. Endi bu holatga e'tibor beramiz. Svetofor qizil ishorada imtiyoz belgisi turibdi hamda buyuruvchi belgi. Svetofor qachonki yashil ishoraga almashganda biz buyuruvchi belgining yo'nalishlari bo'yicha harakatlanishga majburmiz. Chapga yoki qayrilib olishimiz taqiqlanadi. Chorrahalarda quyidagi belgilarga duch keladigan bo'lsangiz, ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha harakatlaning. Eslatma, harakatlanish chapga belgisi o'rnatilgan joydan qayrilib olishingizga ham ruxsat beradi. Demak, yuqoridagi avtomobillar ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha harakatlanmagani uchun jarimaga sabab bo'lmoqda. O'zingizni qiziqtirgan savollarni kommentariyalarda qoldiring.